Urugzor Rezidence'da kadastri chiqib turgan 2 xona 67 kvadratli kvartirani arzon narx kanalida 49.900 dollarga arzon qilib beramiz. Mana shu Baquvvat 16 etajkamizning 16-etajida joylashgan White Box xolasidagi kvartira. Hadis eshigimizga kirganimizda uzun prixoshka, kirganimizda o'ng qo'lda birinchi kattakon zali, elektriklari mana ust kabeldan yaxshi qimmatidan qo'yilgan, santexnikalari ham bo'lgan, mana stejka qilib qo'yilgan, oq suvoq, ya'ni rotgun suvoq qilib qo'yilgan. Kvartiramiz skvozdan juda yaxshi tarafi. Kirganimizda o'ng qo'lda oshxonasi, gazda ovqat qilinadi, gazlar kelib turibdi, cho'chiqlargacha bor. Bu yerda kattakon stol qo'yib, choy o'tiradigan joylari bilan mana shamol shunaqangi zo'r aylanyapti. Skvozdan foydalanib bo'lgani uchun shunaqa 1.20 ga 3 metrlik balkoni bor. Sirazi yoptirib tashlaysizlar. Pastda mana buzilishi sotuvga qo'yilgan Urugzor bozori. Bu tarafda to'g'rida sanuzilar alohida, mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi hojatxonasi, undan o'tganda dushi. Bu yoq ota-onalar yotoqxonasi. Skvoznayga mana oshxona bilan skvoznay. Shamol aylanib juda yaxshi. Mana manzarani, chiroyli manzarani ko'rishingiz mumkin. Toshkent City chaproq tarafda Toshkent Tele minorasi, bu taraf o'ng qo'lda katta-katta masjidlar ko'rinadi. Kechqurun manzara juda chiroyli bo'ladi. Kechqurun ko'rganmiz. Narxi 49.900 dollar, 67 kvadrat kadastri chiqib turibdi. Faqat naqdga sotiladi. Pastdan nomerga aloqa chiqing, ulgurib qoling.